Всем привет, меня зовут Shoha, и bu videoda qiladigan 10 ta ekstremal eksperimentlarni men juda yutib ko'rmoqchi bo'lganman va shuning uchun videoni cho'zmayman. Bizda первый эксперимент. Bizda следующее задание. Это mana shu tuxumni betimi parsa etib uchganni замедленный съемкада olamiz. 240 megapiksel FPS tamashilar. Ular zo'r chiqadi. Buni qarash. Jinni betimi boylamadi eng qizig'i. Lekin da og'ridi. Voy, ладно. Короче, ради контента я готов на все. No qo'ryapti bor, ushbu to'g'risida. Kuy beribdi. Ha, sen bo'lib Xullas, короче, shunaqa staranyaga bitta like bilan подписка bosib qo'ydi. Ну, bilmadim endi bu yerga ko'karib chiqaman, lekin og'riyapti. Достаточно. Bo'ldi. Короче, bizda AirPods bor, mashina короче sindirish kerak. Bu конечно ishlamaydi, поэтому sindiryapman. Ну, для контента. Ну, chiroyli ko'rinadi-yu, shuning uchun ketdi. Birinchi eksperiment 10 metrdan tashlab ko'ramiz. Bu AirPods'da qanchalik chidamli ekan. Tayyormisan? 1, 2, 3 tashlav. Vuy! Yo'q, qana AirPods. Bu necha pulga olganim o'zim ham esimda yo'q. Shunaqa ham mo'shni bo'ladimi? Legenda. Qaysi versiyasiligini bilmayman, lekin вообще mo'shni. Bu AirPods bilmadim nimadan qilingan, lekin очень mo'shni. Va bizda keyingi eksperiment buni shunday otib, baq. Короче, shunaqa qilib tepib ko'ramiz. Короче, bilmadim nimadan tayyorlangan bu, to'g'ri vashi sindirib olmadim. G'ish bilan urib ko'ring, u yerda turgan. Singani yo'q. Bizda keyingi shart va bu shartda biz nima qilamiz? Shar bor, ikkala sharni suv bilan to'ldirib, sekin domga olib chiqib turib, makamimizda oldida dom bor, ana shu domni 3-etajdan tashlaymiz. Ketdik. Sharlarni hozir bitta to'ldiramiz. Ketdik. İkinci şehir, endi buni men qilamiz. Bu yerda birinchi shahar o'zi есть. Voy. Och bratishga ha. Grijo polano, men. Короче, машина joyda tashlamoqchimiz biz. Hamma tayyor, syomkaga tayyormiz. Yana bittasi bor, ikkinchi. Mana bu yerda ham hali bor, ko'ryapsizmi? Odam o'ta ko'pda tashlamayapmiz. Ikkita bor, tayyor tashlamoqchimiz. Qayerda hammaga tayyor, syomka ham tayyor. Shoha! Syomka. Rajman tashlayapmiz. Ana bas tayyor, tashla. Videoda shu joyda takoy замедленная съемка kutgan bo'lsanglar, 1000 bor uzr. Потому что meni tepadagi oshnam shart tashagan, без предупреждения tashavordi. Bu pastda biz uchalamiz turibmiz. Men подстраховка, ikkalasi замедленная съемка. Men подстраховка почему?
shart ashayotganimizda birinchidan podyezdda как сказать, вот zontik bor. Hali yomg'irlar tushganda saqlab turadigan, ashinga tushib ketmasin deb turib, rosa переживать qildim. И более того, meni orqamda mashinalar bor edi, 5-6 ta. Ashlarga trayektoriyasini o'zgartirib shar tushib ketmasin deb turib, men o'zim ответственностьni o'zimga olib turib, ashida turdim. Mabodo shar ketib qolsa, qo'lim bilan qaytarmoqchi edim. Ну, не получилось, не фартануло. Без предупреждения tashadi. Ikkalasi syomka qilishga ulgurmay qoldi. Agar bu bo'lmasa qolgan videolar zo'r chiqadi. Ну, tashkilga qolgan zadanyalar. Короче, bizda keyingi shart havoga qarang, qanaqaligini. Bir tarafdan idealna desa ham bo'ladi, lekin slishkam sovuq. Biz bu yoqqa kelguncha o'lib qoldik почти. Va bizda keyingi shart aytadimi? Короче, mana shimkada. Hozir bitta prank qilamiz, ko'ra olasiz. Короче, biz kafega kirib oldik и теперь в чем смысл этого пранка? Bizda lace bor. Buni hozir biz hozir buni pulini to'lab, agar kreditlar bo'lsa, agar buni pulini to'lab turib, chiqib ketib turib, xuddi shu lace'ni joyiga qaytarib qo'yamiz. Shuni qaydan olganmiz, xuddi shu polkaga qo'yib turib, chiqib ketamiz. 15 minutdan keyin karsiga kirib turib, xuddi shu lace'ni olgan polkamizga borib turib, sekin bu lace'ni juda сотрудник bor, ochida ishlaydigan xodimlar oldi. Sekin uni tiqib turib, karsigadan chiqib ketishga harakat qilamiz. Mabodo даже odamlar kelib turib, nima o'g'irlayapsan, juda desa, biz aytamiz, tipa pulini to'ladik, xolasizlar kamerani qaytarib turib, tekshirib beriladi deymiz. Ketdik. Gimana? Kartu yok. Mana cheki xolasizlar urib oldilar mana QR kodni. Короче, qarang, qarziga kirishdan oldin buni birinchi ichimizga olamiz. So'z eksperiment bo'ladi-da. Ketdik. Bu bilinmayapti-da. Nega olib kelsa onangga ko'rib bo'ladi yeri. Sadrining. Yo'q ko'rsa. Men lace ichidan chiqaraman-da sizlar. U bizni chipsi bo'ladi. Men buni pulini to'lab chiqib ketgan bo'laman o'zi aslida. Keyin sotirgan bilan tutashda разбираться qilgan. Bizni cheksiz ko'rsataman, bo'ldi, shunga chiqib ketamiz. Bo'ldi. Odamlar reaksiyasini ko'ring, tipa qarnigadan asal qilib olib chiqyapti, sekindir bilmasa bilmayman, yo'qmi? Lekin bilmadim. Сотрудникlar o'sha ko'r bo'lishi shekilli, buni chekini pulini to'laganini shuning uchun indashmadi. Endi bu bilan nima demoqchiman? Unaqa kartinkadan bir narsa o'g'irlab chiqib ketib, nima qilishga harakat qilmaylar. Tavsiya beramiz. Oxiri krestiki nolik o'ynab bitkizib qo'yasizlar. Поэтому buni puli to'lang, shuning uchun indashmadi. Cheki ham bor. Shuning uchun indashmadi. Lekin sizlar qilib yurmanglar. Eksperimentlardan bittasida снять kinematografическое video degani ham bor edi. Men u videoda oldin faqat muzikani ne to'tallab qo'yapman. YouTube'ga yoqmaydi, avtorskiy prava bilan blok qilib tashlash mumkin kanalimni. Shuning uchun buni men o'zimni Instagramga qo'yib qo'yaman. Instagram bo'lsa YouTube'imni shapkasida turibdi. O'tib turib ko'rishingiz mumkin. Instagramda ko'rdim, har restoranlarda, maktablarda kimdir idishini tushirib olsa, tipa hamma групповая поддержка bo'lish uchun hamma chapaj olishar ekan. Shuni men o'zim maktabimda tekshirib ko'rmoqchiman va bu ham один из экспериментов. Наверное, сработает в нашей школе. Короче, biz
keyin shart va men aytdim do'stlar 100 metr basikom. No, точнее basikom emas, oq paypoda yurib turamiz. Amerikada bitta blogercha qilib chiqadi buni Instagramda. Tam Amerikani bilasizlar, yerlari чистый, поэтому endi biz O'zbekistonda qilib beramiz. No, hozir bizda yomg'ir yog'yapti-da bu. Atrofdagi yomg'ir ko'rlar. Endi bu, конечно, va'daga muvofiq bo'lmaydi, lekin biz baribir пробуем это дело. Поэтому hozir mana shu paypo bilan bitta uraman kameraga и mana shu paypo oyog'imda bo'lib qolishi kerak. Agar oyog'imda bo'lib qolmasa, montajyor chichib qo'ygan bo'ladi. Во сне и навеки там осталось. Ладно, qaranglar, bizda keyingi shart. Вот эту бутылку надо поставить на крышку. И я сейчас вам покажу, как это делать. Харли, вот это? Нет, стоп. Вот это? Стоп. Нет. Вот это? Это у нас обычный. Просто по традиции машинах turibishadi. Lekin bugun menda yangi challenge, mana shunday qilib turish kerak qilishgani. Bunga menda necha sababdan ketadi bilmayman. Ketdik. Kamera. Endi qaranglar, bizda oxirgi zadaniya qoldi. Shu videoda olib, men ham tezroq uyga ketib kelyapti, do'st. Va bu zadaniyada men nima qilmoqchi edim? Men bu eksperimentlarni tuzishdan oldin 1 soat, 2 soat o'ylaganman. 10 ta eksperiment bo'lsa, ashlarga 2-3 soat vaqtim ketgan. Va men atela videoda oxiriga qo'yib epichniy moment qoldirib qo'yganman. Va bu благотворительность. Ehson uchun atelab 80 ming ajratib qo'ydim. Mashinga ovqatmi yoki просто bir narsa olib turib, işte tashqarida o'tirgan muhtoj xolalarga berib yubormoqchi edim. To'g'risi hozir yomg'irda ham bilmadim, hozir bizda yomg'ir yog'yapti. Tashqarida chiqdim, aylandim. Birorta ham muhtoj odam topolmadim. Va shuning uchun men nima qilmoqchiman hozir? Shunday o'ylab qoldim. Ras, если tashqarida muhtoj odam bo'lmasa, ayamga давайте qanaqadir podarka olib turib beraman dedim. Ладно, hozir podarka olgan ketyapman. Ayam xursand qilib turamiz. Так, qaranglar, podarkani olib oldik. Endi xursand qilib qo'ysak bo'ldi. Это с этим мы закончим нашу миссию.
Havoda qaranglar. Спасибо вам за то, что досмотрели это видео до конца. И вы, наверное, можете думать: Шоха, ты сказал 10 экспериментов, а где 10-й? Я специально сделал 9, ведь bitta dona eksperiment qoldi. Ashni kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Agar shu video 500 ta like yig'sa, kommentariyada eng ko'p yozilgan zadanyani men отдельно YouTube'ga rolik qilib chiqaman. Ashni bu qilaman. Ketdi.